Kechasi g'alati ovozlar deb uyqu kelmayapti. Ko'chada uysiz it va mushuklar ko'payib ketdi. Tog'am aylangani chiqib qaytib kelmadilar. Yonimdagi o'rmon o'ta tinch bo'lib qoldi. Negadir uydagi sigir va qo'ylarim nimadandir qo'rqib qolishdi. Bu biz uchun katta muammo bo'ldi. Hammasi bitta joyda bo'lgan ekan. To'xtachi. Hayvonlar o'rmonda bo'lgan holatga o'xshar ekan. Demak, dushmanlar shunchalik yaqin kelishgan. Hamma izlash va topishni ishlata oladiganlar. Hoziroq guruhga yig'ilib aytgan joylarini tekshirib chiqishsin. Keyin hamma 6 ta suverenlarni chaqiringlar, bu juda muhim. Nima? Hammasi nima? Ha, shoshilinglar. Xo'p bo'ladi. Nimaga vaqtliroq tushunmadim. Nima balo bo'otda? Sehrgar imperiyasidagi ifloslar o'zlarini kim deb o'ylashyapti? Bizni davlatimiz ularga nima qildi? Ularga shunchalik zindonimiz muhimmi? Shu darajagacha vahshiylik shartmidi? Qancha odamni o'ldirishganini nahotki tushunishmasa? Ular xuddi bizni davlatimizni yer yuzidan yo'q qilishmoqchi. Omadimiz bor ekan, isbot bo'lmasa ham ishimizni to'lab berishdi. Kim bo'lsa ham mayli. Mayli. Sizlarga bir yaxshilik qilaman. Nima bu? Sizlarni birinchi ovlaringni nishonlagani. Ma, ola qol. Rostdanmi? Senga mumkin afting chiroyli. Lekin qara, bu yerda faqat bitta goblin uchun to'lov. Och qoringa xohlagan ovqat zo'r ketadi. To'g'ri. Bu qiz qachongacha orqamdan yurishda davom etaverar ekan, a? Ota-onasi ham xavotir olmaydi-ey. Ovqat uchun rahmat. Unda men endi uyga borishim kerak deb o'ylayman. Xudoga shukr. Rozimisiz? Narsensay? Ha, albatta. Bugun menga juda katta yordam berding. Qo'ysangizchi, agar sizga foydam tegsa, o'zim ham bundan xursand bo'laman. San shu odamiding, Lin? Aka? Janob Nur. Agar bezovta qilgan bo'lsam uzr. Ertaga ertalab Lin bilan tog'lar tomondagi shaharga o'tishimiz kerak. Ha? Mamma? Sizlarga arava bilan xizmatkor beraman. Lekin hozircha undan ko'p tushuntirib bera olmayman, uzr. Rozi bo'lsangiz katta yordam berardingiz. Tushunarli. Undan narsalarni tayyorlashim kerak ekan. Puldan kamchilik bo'lmaydi. Iltimos, hozircha Linni faqat sizga ishonsam bo'ladi. Ertasi kuni uni topshirig'ini gildiyadan qabul qildik. Xo'jayinim xavotirlanma dedilar. Shunday qilib biz uzoq sarguzashtga chiqdik. Pulni ham ko'rib ko'z xursand bo'lar. Lekin aslida men boshqa narsa uchun rozi bo'ldim. Umrimda birinchi marta otliqqa o'tirdim. O'zi ham boshqacha bo'lar ekan.
Umrida shahardan tashqariga chiqmagan bola uchun bu hamma boylikdan qimmatroq. Balki keyinchalik omadim kelsa, boshqa davlatlarni ham ko'rarman-a. Lin, nega kayfiyating yo'q? Tashqarini ko'rmaysanmi? Naqadar go'zal. Nima bo'lsa ham davlatimiz juda ham chiroyli. Ha, Kelajakda sarguzashtchi bo'lganimda bunday joylarni har kuni kezib yuraman. mana akam sizni qiynab qo'ygandir. Uzr so'rayman. Hech qisi yo'q. O'zi tashqariga chiqmoqchi edim. Endi esa buni pulga bajaryapman. Birinchi aravada poytaxtdan shimoli g'arbga borasizlar. To'ros tog'li hududgacha. Yetib borib bir pas o'tirasizlar dam olish uchun. Agar hech nima qilmasa, tog'ni kesib o'tib qo'shnimiz tomon yo'l olasizlar. Mitraning muqaddas teokratiyasi. Rostdan, men borsam bo'ladimi? Qarshi emasmisiz? Ha, aylangani ketyapsizlar desa ham bo'ladi. Agar hech nima bo'lmasa. Rostdan hech narsa bo'lmasligiga umid qilaman. Xavotir olmang. Bekorga meni jo'natishmadi. Ines. Shahzodadan bir maxsus topshiriq oldim. Yaqin orada poytaxtimiz vayron bo'ladi, buni oldini ola olmaymiz. Agar yo'lingizda poytaxtga hujum haqida hisobot ola olsanglar, Lin bilan Norni olib, Mitriyaning muqaddas teokratiyasiga zudlik bilan qochinglar. Lini Burxonim bu haqida biladimi? U bilmagani yaxshi. Agar unga aytganimda, bizga yordam beraman deb ketmas edi. Axir mana poytaxtga hujum qilishsa askarlar bilan jangda bo'lishim kerak. Yo'q, seni hozirgi topshirig'ing birinchi o'rinda. Sizlar meni eng ishongan askarimsiz. Linni xavfsizligi birinchi o'rinda. Senga ishondim. Xo'p bo'ladi, janob olilari. Janob Nur. Bezovta qilgan bo'lsam uzr. Lekin sizga savolim bor edi. Namuncha jiddiy bo'lmasin, gapiraver. O'zi butun yo'l davomida nimagadir xafa bo'lib kelding. Hammasi yaxshimi o'zi? Bir o'zgina xavotirdaman xolos. Men sizni hayotingiz uchun ham javob beraman. Men uchun xavotirlanmang. Men umuman hech narsa haqida xavotirda emasman. Kerak bo'lsa, seni ham himoya qilishim mumkin. Agar nimadir o'xshamasa, oyoqlarim bor. Yo'q, bunday qilish shart emas. Menda qalqon bor. Qalqon? Lekin qani, ko'rinmayapti. Yo'q, u har doim meni yonimda. Shunchaki uni qanday ishlatishni bilsam yetadi. Sizga bir narsa ko'rsatganim yaxshiroq. Ruhiy qalqon. Oho! Dahshat-a! Rostdan ham har doim oldingda ekan. Ha. Agar nimadir bo'lsa, shu qalqon ortiga turing. Bu qalqonga na qurol, na jodugarlik ta'sir qiladi. Zo'rku. Unda aytganingni qilaman. Linna aytishi bo'yicha, boyagi men bilan mashq qilishga rozi bo'lgan kishi shug'ullanish maydonida ismi qursin nima edi-ya? Geyberg Jo'jabek Avjiboy. Xullas, uni mahorati shunchalik ulug' ekanki, o'z qo'li bilan ajdarxonni yenggan ekan. Va mana bu uy bekasi undan hech qolmas ekan. Men esa oddiy bir goblin bilan qiynalib o'tiribman. Ular butunlay boshqacha darajada. Iste'dodingga lekin gap yo'q. Iste'dod? Men ichimda o'zim tushunmagan kuchim borligini bilardim. Lekin uni faqat bolalar uyida nima ekanligini tushundim. Inesjan, bu nima? Namuncha chiroyli. Og'ridi, juda ham og'ridi. Achiyapti. Nima bo'ldi? Direktor, Saidni chaqiringlar tez. Men uni davoladim. Xavotirlanma, xo'pmi? Endi boyagi narsangni menga ko'rsatchi. Bu tug'ma iste'dod. Iste'dod?
Bunaqasi lekin kamdan kam uchraydi. Agar istasang uni o'tkir qilich yoki hech narsa ta'sir qilmas qalaqon qilsang bo'ladi. Uni ishlatishingga qarab hattoki shaharni yo'q qilib yuborsa ham bo'ladi. Isming Inismi? Qoyilmaqom. Uni qanday ishlatishni senga o'rgataman. Tayyorman. Mana o'ziga suveren qalqoni Dandalk oldi. 6 tadan har bir suverenlar menga iste'dodimni qanday ishlatishni o'rgatishdi. Lekin shunga qaramay, men bilmasdan kimgadir jarohat yetkazishdan qo'rqib yurardim. Shu sabab o'zimni boshqalardan chetga olishni boshladim. Natijada ular nima haqida gaplashgani, nima qilganlari menga qiziq bo'lmay qoldi. Shunday deb o'ylardim. Ismingizni so'rasam bo'ladimi? Ismim Nur. Nur? Uni ismi menga tanish edi. Bunda chalg'ib turmagan. Dandalk, juda hurmat qilgan ustozim xuddi otamdek bo'lib qoldi. Kechirasiz, ota. Uni har xil mayda-chuda gaplari. Yana ko'proq mag'lublar kelyapti. Janub tomonda. Hech tugamas ekan-de. Holatimiz juda ham og'ir. Askarlarimiz